Men Qoshqayron mahalla fuqaro yig'inida yashayman. Saidova Oyisha Yusufjonovaman. Hozirgi kunda buvijonlar maktabining rahbariman. Biz So'xga qarindoshlarga bormoqchi bo'lganimizda rosa qiynalardik. Vadil tomon aylanib, tamojni chegaralarda qiynalardik. Lekin jondan aziz yurtboshimizga tashakkur. Xalqimiz uchun muruvvatlari juda cheksiz. Mana chegaralar ochildi. Ishonsangiz 45 minutda So'xda, biz 45 minutda qaytib kelamiz. Mahalladoshlar Dushanbe, Elnobod qardoshlarga qiz bergan, Xo'jaobod qiz olishgan juda qiynalishardi. Hozir qanday chiroyli zamon, qanday yaxshi davrda yashayapmiz. Bemalol borib, ko'rib, qarindoshlik rishtasini tuzib, ular to'ylarimizga kelishadi, biz to'ylarimizga boramiz. Bu qanday baxt. Biz jondan aziz yurtboshimizni ish faoliyatlarini qadrlaymiz. Ularni yurak-yurakdan yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga sog' bo'lsin. Chunki butun dunyoni aylanib chiqsak-da bizda baxtli onalar yo'q. Butun dunyo biz onalarga havas qilishadi. Bundan ortiq baxt bormi?